Benim sınıf yetekçisi Akmalova Ayzire Habib kızın sahne turuna çağırırız. Munisipal etabında ikinci orun yollagan salatlı balalar üçün Gümanitar Gimnaziya internatının sınıf yetekçisi Halilova İzaliya İzayil kızı. Munisipal etapta layıklı birinci orunla yollagan 61. sandığı Mavi Bilim Biri Mektebi'nin sınıf yetekçisi Halilova Yanara Rafail kızın. Yıl sınıf yetekçisi 2020 belgesinin Köşme Kubuğu Halilova Yanara Rafail kızına tapşırılan. Tatar Dili hem Edebiyatı Okutuşusu belgesinin munisipal zona etapları jingüşisi Respublika etabında ikinci orun yollagan Seletli balalar için Gümanitar Gimnaziya internatının Tatar Dili hem Edebiyatı Okutuşusu Ahledinova Landaş Filiz kızı. Yıl okutuşusu 2020 belgesinin munisipal etabında üçüncü orun yollagan Seletli balalar için Gümanitar Gimnaziya internatının biyologiya okutuşusu İslamova Zülfiye Eshat kızı. Munisipal etap jingüşisi zona etabı katnaşıcısı ayırım fenlerine tirendiğini özleştirili aklanış ikinci ortak Mavi Bilim Biri Mektebi'nin Rus Dili hem Edebiyatı okutuşusu Mirkasimova Firuze Sıhhaçay kızı. Munisipal etapta layıklı birinci orunla yollagan Respublika etabında katnaşıcı Seletli balalar için Gümanitar Gimnaziya internatının İngiliz dili okutuşusu Gimranova Saniya Müderris kızın Kızı yıl okutuşusu 2020 belgesinin kubuğu bilen böleklene. Bizning eng zo'r, eng yuqori darajadagi konkurs, eng zo'r bayram barimizdan o'qituvchilar kuni bitindi. Eng kutib olgan eng matur bayram, o'zingiz aytganda, shular bo'lgach eng zo'r bayramda eng darajali bizning o'qituvchilarimizni bo'lalab ketsak, dars bo'latirganlarini. Biz shu ravishda davom etamiz deymiz kelajakda da. Biz endi mana birisi bo'lsaning yuqori sifatli bilim berib, ikkinchisi yuqori sifatli tarbiya bergan ish bitindi. Klass yetakchisidan bir ko'p tura, sinf yetakchisidan bir ko'p tura bitindi. Yuqorina Putinda 10 ming istedi buni. 5 ming istedi. Yuqorina alanın darajasini orttirmaylar material yoqdan da, bu yoqdan da. Shunga ko'ra bizning uchun ikki zo'r konkurs. Eng kuchli o'qituvchi, u o'zgan o'quvchilarning eng kuchli sinf yetakchisi. Kelajakda da shunday ravishda biz olib borashamiz ham yaz kuni konkursini o'tkazsak da, kuz kuni o'qituvchilar kunda bu zalda, boshqa zalda shunday zo'r tantanada topshirishamiz. Shunga ko'ra qatnashganingiz uchun bek zo'r rahmat. Jingganingiz uchun bek zo'r rahmat. Landashingizga respublikada bizni motor etib ko'rsatganingiz uchun bek zo'r rahmat. Boshqa yillarda endi dag'ada ko'proq jinguvchilar bo'lsin. Meni ishonam bo'lashaq bizda kimsalar o'qituvchilar bek siyrak boshqa rayonlarda shunga ko'ra bo'lashaq anda jinguvlarda. Shunga ko'ra tag'in bir qat qolibmizda shu jinguvlaringiz bilan kelajakda da tag'inda motor ko'rsatkichlarga erishirga yetsin sizga.